Radiusi 15 santimetr bo'lgan doira ichidagi markazidan 13 santimetr masofada M nuqta olingan. Shu nuqta orqali 18 santimetr uzunlikdagi vatar o'tkazilgan. Vatarning M nuqta bilan bo'linishidan hosil bo'lgan kesmalarning uzunligini toping. AB SD vatar o'tkazilgan. Markazdan 13 santimetr masofada, ya'ni bu masofamiz 13 ga teng. Uzunligi 18 bo'lgani uchun CM x deydigan bo'lsak, M deymiz 18 minus x ga teng. Radius 15 santimetr bo'lsa, bu masofamiz 2 ga teng, bu yergacha 15 ga teng. Demak, kesishuvchi vatarlarni AM ko'paygan MB imiz CM ko'paygan MD ga teng. AM masofa bizda 15 plus 13 ko'paygan 2. CM masofamiz x, M deymiz 18 minus x ga. 28 ko'paygan 2, 18x minus x kvadrat. Chap tomonga to'xtatadigan bo'lsak, x kvadrat minus 18x plyusdan 56. Bu x minus 9. X minus 9 emas. X minus 4. X minus 14 degan ko'paytirish ajraydi. Bundan x1 imiz 4 ga, x2 imiz 14 ga teng. Demak, javob M nuqtadan CD vatarimiz 4 va 14 santimetr uzunlikdagi kesmalarga bo'linadi.